Mesela 91 ayollarning taktikasi nima desa, erining taloq qarab qolganligini his qilgan yuziga savatdi. Yuziga savatgandan boshlab bir xayol azod bo'lib qoldi. Har bir men tilladi qo'yba. Meni haqorat qilib oldi, shu yeyishga tuqib oldi deydi. Lekin ayol bilib turib demagan sira u qanday bo'ldi sana? Vicdan azobı tatib o'zini yig'ishga boshlaydi. Bilib turib demaslikning kuchi, bilib turib deyishning kuchi qildi. Şu muamelesi intihar mı? Her kandak adam göçte yürüyor onu. Başında bir naçarlık kısam mı ayağım mecep yüzüm kısam mı da. Şunun kararını menbek olmaylarını demeyken ben cuma edip tam özünü tuttu. Şu mükafatlaş kandak oldu gel. Aşkar oldu. Tankıtlaş yoşurun avazsız bulun. Şu aşındakka yakşı kımı gazını mükafatlandı. Tarifler neme degen aklım oldu. Sadakatman yerimsiz deseniz. Onun günahkarlık duygusu texim yığırlap sizge qazdar olib qolib davu. Hem siz tillabasınız, urushbasınız, onun qaz tugaymiş. Sen tillab olding. Oldu demiş. Mau itiraf qilinish ehtiyoji qanday bo'ldi? Mukofotlash, lavha taqtish, guvohnoma berish, arzon narsalar oladi ekan. Sizlar mani sal qarmanglar. 5 ko'ylik bir guvohnoma niyatda 5000 ko'y maash berganda ustun bo'ldi. Chunki 5000 ko'yni hammasi topalaydi, lekin 5 ko'ylik lavha hammasi berilmaydi. Çünkü levhanın öz nima itiraf qilinganlik. Ham uni hammamiz ko'ra oladi emasmi? Bu xil hodisa bizning nimadan bog'liq yaslilar. Bizning bolalarimizni ko'rib yaslidan olsak, peshanasida bir narsani ko'ramiz. Va qog'ozni. Bir ko'p o'rni beradigan nima xonqafiya degan bir. Shuncha bo'lganga xo'sh bizning bolalar. Oh, men degan bugun tomoqni vaqtida yegaligim uchun. Gap anglab. Rasmni yoqsiz. O nima desa, bir yaslida 60 odam bor. 60 adamda xonqati aldıqlardan çıkılmaydı. Tağan 48-50'ge nispeten mağlaq alaylı olur dendi. Bu nimeli sana itiraf kılınış, hürmetliş ihtiyacı bu vakıttan başlap var. Hemimizde bana neyse, kendimizde bana neyse. Sizler aşından payındaşı bilsinler ki. Bu vaxtda endi konkret tadbirlar qilsanglar, to'rdan yoki kitob yozsanglar bo'ldi, vaqt qiz. Shuni biz xodimlarning e'tirof qilinish, hurmatlish ehtiyojini qondir oldikmi yo'q? Nima ish menga agashmaydi? Demek siz maaşını yuqori berib, uni e'tirof qilmagan bo'lsangiz, maaş degan maxfiy narsa bu, karta o'rilgan. Lekin bir yig'iz e'tirofnoma, guvohnoma, lavha, kinishka, medalyon, is qo'ygan saxta bir nimalar. Onunla men berish emas, ashuning nimadan derak berish qanday uning uchun pek muhim bo'ldi. Çünkü bir ko'rinib oldi emasmi shada. Shuni yuqori pallada bizning shirkatimiz uyushtirdi, eng yuqori setish chempionlariga ular maddi emas, ma'naviy jihatdan mukofot berdi. Chunki men e'tirof qilinish odamning ma'naviy ehtiyoji. Maddiy ehtiyojining yuqorichi mangu yo'q. U sizga ziyon soldiki, uning nafsi yo'qona pediy berdi, maash pul bergansiz uchun mukofot. Shu mukofotning shaklini o'zgartirib, uni e'tirof qilib qo'ysak. Mesela en noç deganlarni hatta şirkatning obrazini qilib qo'ysanglar yaxshiz bo'ladi. To'payishlarsan 1 million to'laysan nochlarga. Ama o xodimni ishlasak ham bo'pti. Özümüzün sadaqatman xodimi bu. Am ishtirokchi do'rimirəm. Haqsız chiqmadi daqa. Nima? Shuna gazetlarga chiqarib qo'yish. Jurnallarga chiqarish, shirkatning ish jurnallarini ishlab bundan.